egizak niyat qilgan ayollarimiz bo'lsa mazza qilib ko'rishsin. Uyda ikkita qizimiz bor. Qornimizdagi ikkita polvonday o'g'il bola hammaga nasib etsin. Bir-birini tepib, bir-birini ustiga chiqib, rostmasaligini bilani. Ammo menga o'xshab egizaklar tug'sin. Menda bitta o'g'il, bitta qiz. Niyat qilganman. Bir-birini ajrata olmasam, shunaqa farzandlarim bo'lsa deganman. Menda to'polonchi qiz va o'g'il tug'ilgan. Sizda Xudo xohlasa bir-biriga o'xshagan, bir-birini ajrata olmaydigan bolachalar bu yoqda Hasan va Husanlar. Alloh bergan nom bilan qo'yishingizni tilab qolgan bo'lardim. Chiroyli skriningdan yaxshi o'tdi. Yuraklarini ko'rib chiqdim, yuzlarini, ko'zlarini. Egizaklarda albatta ikkita qo'llari, ikkita oyoqlari erinmasdan hamma joyini ko'rish kerak bo'ladi. Patologik homiladorlik ba'zan udachniy chiqmaydi hammasi ham. Nima degan bo'lardim? Farzand niyatidagi ota-onalarimizni farzand ostida bo'lsinlar, yaxshilik qilsinlar, yetimlarning boshini silasinlar. O'sha Alloh ularning ishini barakotini beradi.